Assalomu alaykum Dilxushbek, xush kelibsiz maktabimizga. Maktabimiz qulayliklari sizga yoqdimi? Bu yerga qanday tashrif buyurdingiz? Kim orqali keldingiz va nima sababdan keldingiz? Men olimpiadaga qatnashish uchun keldim. Matematika bo'yicha. Bu 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 bunda birinchi o'rinni olib, My Dream School maktabida 3 kun bepul o'qishni yutib oldim va 3 kun o'qidim. My Dream School maktabining darslari menga juda yoqdi. Aynan qaysi darslarimiz sizga yoqdi? Matematika va ingliz tili. Zo'r. Demak, ingliz tilida siz muloqot qilish jarayonigacha borgan ekansiz. Ingliz tilida gapirishni o'rgandingizmi? O'zingiz haqida chiroyli qilib ingliz tilida gapirib bera olasizmi? Rostdan bilmaysanmi? Zo'r. Demak, kelgusi darslarimizda mukammal ravishda o'rganishga harakat etamiz. Davom etamiz. Qudratbek, chiqing. Xush kelibsiz, Qudratbek. Maktabimizga nima maqsadda keldingiz? Bu maktabga men olimpiadaga qatnashish uchun keldim va birinchi o'rinni yutib oldim. Birinchi o'rinda 3 kun bepul o'qishni ham berdilar maktab o'qituvchilari. Men 3 kun o'qib, ingliz tili va matematikani mukammal o'rgandim. Sizga 3 kunlik kamlik qilmadimi? Siz kamlik qildi, lekin endi kurslarga ham qatnashaman. Zo'r. Demak, ingliz tilida o'rgangan ekansiz, Demak, ingliz tilida oz bo'lsa-da muloqot qilishni bilasizmi? O'rgandingizmi? Ha. Demak, what is your name? My name is Qudratbek. What is your surname? My surname is Arapov. How old are you? 12. 12. What is your hobby? Play soccer. Okay, excellent. Good job. Thank you so much. Siz o'zingiz haqingizda va maktabingiz haqida ma'lumot bering va bu maktabga nima uchun, nima maqsadda kelganingizni to'liq bayon qilsangiz. Mening ismim Alisher. Bu maktabga olimpiada qatnashish uchun keldim va 7-sinf bo'yicha 2-o'rinni oldim. O'zimning maktabimda esa oddiygina kurslarga qatnar edim. Bu maktabda esa ingliz tili va matematika fanlariga qatnay boshladim. Zo'r. Demak, eslatib o'taman, ko'rgan bo'lsanglar, barcha o'quvchilarimiz bizda davlat maktablarida o'qib yurgan oddiy o'quvchilar. Demak, bu yerda bilimi past o'quvchilar ham bor, bilimi yuqori o'quvchilar ham bor. O'zi davlat maktabidagi o'quvchilarni qatnashtirishdan sabab davlat maktablaridagi bilimi past o'quvchilarning bilimini ko'tarib olish va bilimi yuqori o'quvchilarni xalqaro miqyosda bilimini yana ham mukammal darajaga olib chiqish hisoblanadi bizlarning asosiy maqsadimiz. Va asosiysi yoshlar o'rtasidagi telefon, ijtimoiy tarmoq yoki to'y tashkiliga borishni yana ham qisqartirish. Ya'ni o'ngga ketadigan vaqtga biz bilim olishni, o'rganishni mukammallashtirish asosiy missiyamizga aylangan. Bu missiyamizni mana o'quvchilar ko'rib turganingizdek amalga oshiryapti. Bu endi boshlanishi, endi boshladik bizlar. Endi keyingi maktab egalari yoki maktab sinf vakillari sizlar bo'lishingiz mumkin. Demak, bizni kuzatishda davom eting va bizdan yiroqlashmang deymiz. Can you speak English? Yes. Okay. About yourself? My name is Shadiya. My surname is Rimbayeva. I am old. Are you? 16 years old. Okay. What is your hobby and what color is your favorite color? I hobby. My hobby. Sport. Box. My favorite color green and blue. Very good. Excellent. Next two. Good job. Qancharoq ma'lumot bering, qanday savol bering? Siz boshqa savol berib ko'ring. Assalomu alaykum, xush kelibsiz maktabimizga. Maktabimizda olimpiadada qatnashib, bizda 3 kunlik demo darslarga ega bo'lgan ekansiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Siz va siz tengi o'quvchilarga chiroyli tilaklaringiz va bizni olimpiadamizni yoki bizlarning maktabimizni tavsiya qilgan bo'larmidingiz o'zingiz tengilaringizga yoki ukalaringiz, akalaringizga? Ha, men My Dream Schoolda tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi ingliz tili, rus tili yoki boshqa tillarni ham o'rganishingiz mumkin. Boshqa davlatlardan kelib ham ingliz tilini o'rgatadi. Mukammal o'rgangan odamlar ham. Sizlar erkin o'rganishingiz mumkin ingliz tilini. Menga juda ham yoqdi bu fanlari. Qiziqarli o'yinlar yoki boshqa narsalar bilan bizlarga o'tdi.
Zo'r, tashrifingiz uchun alohida rahmat. Eshitgan bo'lsanglar, bu narsalar, masalan, hozirgi otsiflar bizda oldindan rejalashtirilmagan, faqat hozir dani momentda olib borayotgan otsiflar hisoblanadi. Bundan tashqari o'quvchimiz adashmadilar. Negaki bizda to'laqonli ingliz tili muhiti yaratilgan, ya'ni bizda o'zbek domlalar emas, Filippindan kelgan o'z ishining eng mukammal ustozlari ingliz tilida dars o'tadi. Negaki ular o'zbek tilini bilmaydi, o'quvchilar o'zbek tilini bilmagandan keyin majbur ingliz tilida gaplashib ketadilar.